Yuqoridagi rasmdagi holatda faqat harbiylar emas, har bir erkak xuddi shunday yashaydi. Ishdan kelganingizdan keyin uyingizga kelib turib, bemalol yota olmaysiz, to'g'rimi? Kamida 2 marta uyg'onib, bolalarim tinchmi, uyimda gaz chiqmayaptimi, suv toshib ketmayaptimi deb xavotirda uxlaysiz. Hamma erkak ana shunday jangchiday harakat qiladi. O'sha uchun nomini erkak deb qo'yibdi. Ko'pchilik kommentariyada o'qiyapman, bu harbiylarga tegishli bo'lgan. Yo'q. Har bir erkak o'sha oilasini ana shu harbiylardek qo'riqlaydi. Bekorga aytmaganki, vatan birinchi oiladan boshlanadi. Oilasini mustahkam qo'riqlagan, xavfsizligini, hamma tomonini mas'uliyatini bo'yniga olgan odam kechqurun uxlay olmaydi. Kamida 2 marta qattiq charchagan bo'lsa ham 2 marta uyg'onib, bolalariga qaraydi, usti ochiq bo'lsa ustini yopadi. Haligi uyda xabarini oladi, kallasini bir derazaga chiqarib, atrof tinchmikin deb qarab qo'yadi. To'g'rimi? Fikrimga qo'shilsangiz, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar.